Mana bu qiziq yozuqchalar nima bu endi? 600, 370 FAO degani. Bu nima? Nima uchun bu yozuvlar yozilgan Makkaga? Bularni tushunish kerak. Albatta shu narsalarga e'tibor qilib makkajo'xori urug'ini ekish kerak. Qopda makkajo'xori urug'ini oldim deb paxta dalaga olib borib ekib qo'yib bo'lmaydi. FAOsiga albatta qarash kerak, muddatiga, pishish vaqtiga. Mana bu narsalar bizda hamma narsa shablon qilib ko'rsatilgan, berilgan. Bu narsalar haqida ma'lumot beramiz. Hozirgi vaqtda FAO 650 ekish mutlaqo taqiqlanadi. Don bo'yicha hozirgi vaqtda 300, 350, 400, 450, 500 FAOlarni eksanglar bo'ladi. Va silosga 46 degan namimiz bor, juda hosildorlik siloski. Bular haqida barchasini ma'lumotini berib o'tamiz. Mais kompaniyasining don yo'nalishida urug'larimiz bor va hozirgi vaqtda Duruk, turetskiy Duruk degan navi Tarex kompaniyasini. Buni don yo'nalishida 100 kunligini eksangiz bo'ladi FAO 600 da. Lekin FAO 650, FAO 700 larni o'zi mutlaqo ekib bo'lmaydi. Bular haqida ma'lumot va FAOlar haqida ma'lumot bilgili kelayotgan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tsanglar, gruppamizda bor, u haqida batafsil, u yoqda batafsil shu haqida ma'lumot berib o'tamiz.